Assalomu alaykum. Barchaga xayrli tong. Bugun 15-mart haftaning shanba kuni. O'tgan haftagi savdoni bir analizini qilib, keyingi haftaga bo'lishi mumkin bo'lgan harakatlarni bir sizlar bilan baham ko'rmoqchi edim, analiz qilib. O'tgan hafta juda ham qiziqarli haftalardan biri bo'ldi. Narximiz tilloda juda tepaga yuqoriga yaxshigina yurib berdi. O'tgan hafta nolvoy balansda to'xtagan edik, nayali navali emasdan bu hafta shiddat bilan yuqoriga yurib berdik. Narxni qaytishini kutgan edim pastga. Unday bo'lmadi. Lekin bu hafta qaytishni qisman bo'lsa ham korreksiya berishini kutyapman. Xudo xolasa korreksiya berib qoladi. Bunga yaqqol misollardan biri mana ko'ryapmiz. Juma, payshanba, chorshanba, seshanba, dushanba. Dushanba kuni juma kungi 1 soatlik nimada yarim shakllangan holat bo'lgan edi. Galava plechashi yana mana haqiqatan ham yarim shakllangan holati qaytib kelib testировать qilib, shu bilan dushanbadan, seshanbadan yuqoriga yurib berdik. Pastdagi uровеньlarda olganimiz yo'q. 3-martdagi amerikanskiy sessiyani pastki nuqtasiga kelib testировать qilib yuqoriga ko'tarilganmiz. Haftalik zirkani ko'proq hozir koridordan ko'rsak bo'ladi. Koridorda topamiz hozir mana. Xo'p. Koridor. Demak, koridorimizdan chiqqanimiz yo'q hozircha. O'tgan hafta mana ko'ryapsiz. 28-fevral kuni rosa kelib demak koridorda o'rta urovenidan naklonniy urovenda proboy qilib, ложный proboy qilib yuqoriga qarab yurib berdik. Bundan burungi hafta fevral ichi 11-fevral kuni borib testировать qilganmiz yuqorigi nuqtani, pastga harakat bo'lgan. Kunlik sevichalardan mana bu hafta ham kelib 3000 ga yetib bordik, narx 3000 dan oshdi qisman. Lekin mana bu joyda juma kuni ложный proboy qildik, kichkinagina ложный proboy qilib pastga qisman harakat bo'ldi. Juma kuni hech qanday yangiliklar bo'lmaganligi uchun narx qisman yurib berdi. 4 soatlikda galava plechashi patternini hosil qildi. Mana galava plecha, levi plecha, pravi plecha shiya. Juda chiroyli hosil qilgan razворотный pattern. Ehtimol bo'lishi mumkin holat mana bu yerdan kelib yana qaytib yurib berir holatimiz bo'lishi yo'q emas. Globalniy восходящий trenddamiz. Narx asosan mana bu joydagi 26-fevral kuniga intraday sevichamiz bor. Inside sevichamiz, inside bar. Внутренний bar, дневной внутренний bar mana ko'ryapsiz. Bu yog'ida anchagina protargovka bo'lib o'tgan. Protargovkani покупатель yutib chiqdi, tepaga yurib berdik. Mana ko'ryapsiz. Mana bu joydagi holatimiz mana. fevraldagi order blokdan qaytamiz deb mo'ljal qilgandim, lekin order blokdan qaytmadik, yorib o'tdik. Keyingi holatimiz keyingi haftada Xudo xolasa
shu joygacha kamida yurib beradi. Bu yog'ini hafta ichi ko'ramiz, xudo xolasa qanaqa bo'ladi. Order bloklarimiz 4 soatlik order bloklarimiz bor mana. 4 soatlikda mana birinchi order blogimiz, ikkinchi order blogimiz 1 soatdagilar ekanlar. 4 soatlarda mana. 4 soatda ikkita order blogimiz bor. 11 mart 00:00 da ochilgan, kunni boshida ochilgan внутренний barimiz 4 soatlik order blok tarzida kelyapti. Keyingi oxirgi order blogimiz xudo xolasa mana bu yerda. Yigirma 28 fevral kungi order blok 4 soatlikda 21:00 da ochilgan 4 soatlik barimiz, switchamiz order blok shaklida kelyapti. Agar mana bu patternimiz yaxshi harakat hosil qilib bersa, mana bunga yetib kelishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam keyingi tur mana bu order blokgacha kelishimiz mumkin. Barchasida haylar, lowlar yangilanish bo'yicha lowlarda yangilaganimiz yo'q. Lokalniy lowda yangilagan bo'lishimiz mumkin, lekin asosiy globalniy lowlar yangilagani yo'q. Dnyovkada ham, 4 soatlikda ham, 1 soatlikda ham hech qaysida lowlar yangilangani yo'q, ko'rib turibsiz. Faqat haylarda yangilash. Mana bu joyda o'sha lowlarda yangilash boshlandi. Hayimiz pastroqda ochildi. Shuning uchun mana bu naklonniy уровеньдagi yorib o'tib pastga tushish ehtimoli bor. Yuqori ehtimol. O'tgan hafta juma kungi hosil bo'lgan mana Londonskiy sessiyamizda yuqoriga va pastki zonalari zonalaridan mana ko'ryapsiz. Juda chiroyli tarzda yuqoridan pastga urib berdik zonaga. Ya'ni pastki zonani sложный пробой qilib yana qaytadan yuqoriga ko'tarildik. 4 soatlik switchdan chiqishimiz pastga qarab yo'nalishib berdi. Keyingi 4 soatligimiz yuqoriga qisman, undan keyin pastki 4 soatligimiz mana ko'ryapsiz. Yana yuqoriga. Fikrimcha bu 4 soatlikda mana bu joydan 5 minutgada Fibonacci tortish imkoniyati bor. Fibonacci'ni tortadigan bo'lsak, mana ko'ryapsiz. Uровень pastga yaxshigina impuls bergan. Impulsdan keyin qaytishimiz 38.2 zonaga, Fibonacci'ni 38.2 zonasiga. Undan keyin yana qaytish pastga tek birda olyapmiz. 160.8 zonaga, 160.8 zonadan yana Londonskiy sessiyani o'rta qismiga kirib boryapmiz. Fikrimcha yana yuqoriga yurib berish holati bo'lishi mumkin. Ertalabki aziyatskiy sessiyada ложный harakat bo'lishi mumkin. Ложный harakatimiz 23.8 Fibonacci'ni 20 maksimum 23.8 zonasigacha. Bu zona bizda hozir 3027. 3027 dan yana pastga qaytishimiz mumkin. Может, 29.97 46 dan qaytib berishimiz ham mumkin.
Keyingi holatimiz 29-65-91 29-41-81. Tek turimiz 29-41-81 zonagacha kelish ehtimoli yo'q emas. Dushanba kuni Fred holatini kuzatishimiz ham mumkin, lekin Fred holati dushanba kuni bo'lishi qiyinroq, sababi mana bu joyda 1 soatlikda yaxshigina impuls bilan yuqoriga yurib bergan joyimiz bor. Bu yuqoriga yurib bergan joyda juda ham tez bir fursatda tushib berishimiz mumkin. Sababi bu joylarda pustoy ob'yom yo'q. Ob'yom yo'qligining sababi narx tepaga ko'tarilganligi uchun o'yinchilar zelkaga kira olmagan. Shuni hisobiga narx tezda pastga tushib yurib berish ehtimoli yo'q emas. Hello. Mana bu joyda hayni yangilab turib, keyin yana pastga lowni yangilashimiz mumkin. Hafta ichida ko'ryapsiz, kecha flet zonasi bo'lgan. Mana bu joyda mana payshanba kuni London sessiyalari maksimum minimum zonalari, seshanba kuni London sessiyalari maksimum minimum zonalari olingani yo'q, hech qaysini minimum zonalari. Kamida mana shu minimum zonalarni yangilash strategiyasi, yangilash ssenariylari davom etishi mumkin. Barchaga omad. Katta profitlarni egallashlaring tarafdoriman.